Uy remontini tugatdinglar, fasadlarning отделкасы tugadi, faqat oxiriga kelganda bitta-ikkita joyda освещениеga sim tashab ketish esingizdan chiqib qoldi. Tanish holatmi? Biz sizlar uchun zo'r yechim olib kelib qo'yganmiz, ya'ni Teklet brendidan quyosh batareykali projektorlar. Hozir sizlar bilan buni raspakovka qilib, ichini ochib ko'ramiz, nima karomati bor ekan. Ketdi. Korobkasidan projektorlarimizdan tashqari mana bunaqa instruksiyasi chiqadi. Mana bunaqa devorga qotirish uchun o'zini samarezlari, devorga probkalari chiqadi. Bu projektorlarimiz ko'rib turganingizdek quyosh panellaridan tashqari datchik dvijeniyalar bilan jihozlangan. Ushbu datchik dvijeniyalarimiz faqat qorong'ida harakatga ishlaydi. Ya'ni kunduz kuni ushbu projektorlarimiz ishlamaydi. Faqat qorong'ida harakat bo'lsagina harakatni zafiksировать qilib projektorlarimiz yonadi. Bu projektorlarimizda mana bu yerda o'zini включатель bo'ladi. Bu ham включатель, ham переключатель, ya'ni har xil rejimda ishlaydi. Ya'ni bu nima degani? Bir marta bosib qo'ysangiz, faqat o'sha qorong'ida harakat bo'lsa yonadi. Yana bitta bosib boshqa rejimga o'tkazadigan bo'lsangiz, keyingi rejimda xira yonib turadi, yaqinlashganingizda yorug' yonishni boshlaydi. Bu projektorlarimizning yana eng muhim jihatlaridan bittasi bu ularning akkumulyatori hisoblanadi. Ya'ni bular syomniy batareyka qilib ishlangan. Ya'ni agar akkumulyatori charchasa, bemalol alishtirib olsanglar bo'ladi. Bular одноразовый emas, bemalol remont qilib ishlatsanglar bo'ladi. Shunga o'xshagan sifatli mahsulotlar obzorini va boshqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning profilga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.